Navoiy nimaga urg'u berishni yaxshi bilgan. Va o'sha Tarixi Mulki Ajamda ayniqsa u yerda o'sha 4 ta sulolaga mansub 50 ta podsho haqida o'sha ma'lumotlardan saralanganlar o'sha yerda berilganda va Navoiyni ilmiy xolisligiga tan berish kerak. U juda ko'p tarixiy manbalarni ko'rgan va hammasi aytib o'tadiki, bu borada ixtilof ko'pdir deydi. Bu borada o'sha tarixchilar orasida ixtilof ko'pdir deydi. O'sha ixtilofli fikrlar ichida ham eng ishonarlisiga to'xtaladi xolos. Va mana bu haligi ilm qiluvchiga ham muhim bir ibrat. Hamma narsani emas, yoki bo'lmasa ishonarsizlik bo'lgani emas, faqat ishonarliligini olish kerak. Va keyin unutmaslik kerakki, shunchaki tarixdan bir moziydan bir sahifa ekanda yo'q, uni ibratli tomoni juda ham ko'p. Demak, o'sha podshohlarning ibratli tomonlariga urg'u beryapti. Va uzoq vaqt Husayn Boyqaronning yonida turishining sababi ham juda katta uni ahamiyati bor. Chunki baribir podshoh xazinaga qaraydi. Xazinani o'z nomidan xazina-ku. O'shaning uchun o'sha podshohni chiqarayotgan buyruqlari hammasi muhrdor Navoiy, oxir muhrdor Navoiyning qo'lidan o'tgan. Va Navoiy o'sha chiqarayotgan qarorlarda adolatli yoki adolatsiz ekanligini bilgan va e'tiroz bildirish huquqiga ham ega bo'lgan. Va o'sha ijodini boshidan oxirigacha podshoh obrazi, u tarixiy asarda bo'ladimi? Yo joriy yotgan g'azallarda bo'ladimi? Podshoh obrazini doimo birinchi o'ringa qo'yib kelgan. Sabab yonidagi do'sti adolatli bo'lsin. Faqat do'stigina emas, Husayn Boyqaronning 14 ta o'g'li bor. Hammasi hokimlar. Ularga ma'naviyat kerak. Ularga ibrat kerak.